Yosh. 4 yoshdan boshlab farzandingizni dunyosi tez sur'atda kengayadi. Uni tanasi kuchliroq, tasavvuri yorqinroq va suhbatlari jonliroq bo'ladi. O'yin ko'proq ijtimoiy tus oladi. Siz bolangizda yangi mustaqillik bilan birga ba'zan kayfiyatdagi o'zgarishlarni ham sezasiz. Bu davrda energiya, qiziquvchanlik va o'sishga to'la bo'ladi. Rivojlanish bosqichlari. Shifokorlar rivojlanish bosqichlarini tekshirish orqali farzandingiz kutilayotgandek rivojlanayotganliklarini tekshirishlari mumkin. Shuni yodda tutingki, har bir go'dak o'z sur'atida rivojlanadi. Ba'zi ko'nikmalar ertaroq, boshqalari esa keyinroq shakllanishi mumkin. Muddatidan oldin tug'ilgan bolalar ko'pincha tengdoshlariga nisbatan rivojlanish bosqichlariga kechroq yetib keladi. Bu normal holat hisoblanadi. Agar farzandingiz o'sishi yoki rivojlanishi haqida xavotiringiz bo'lsa, shifokoringiz bilan maslahatlashing. Ko'pchilik 4 yoshli bolalar quyidagilarni qila oladi. Yirik motorika. Bir oyoqda sakrab yurish, to'pni yuqoridan ushlash va otish, zinapoyadan yordamsiz tushish. Nozik motorika. Doira va kvadrat chizish, 3 ta tana qismidan iborat odam rasmini chizish, 10 ta kubikdan minora qurish, katta tugmalarni qadash. Bilish qobiliyati. Xayol bilan haqiqat o'rtasidagi farqni tushunadi. Rol o'ynashni yoqtiradi. Nutq ko'nikmalari. Gapda 4-5 ta so'z ishlatadi. Tinmay savol beradi. Kamida bitta rangni biladi. Hikoya aytishni yaxshi ko'radi. Eshitgan yomon so'zlarni ishlatishi mumkin. Ijtimoiy va hissiy ko'nikmalar. Ishlarni mustaqil bajarishga intiladi. Ba'zan xudbin yoki injiq bo'lishi, tajovuzkorlik qilishi, aka-ukalari bilan urushishi mumkin. Qo'rquvlari yoki xayoliy do'stlari bo'lishi mumkin. Guruh o'yinlarini yoqtiradi. Nutq va muloqot. Garchi ba'zi tovushlar, xatolari yoki duduqlanishi kuzatilsa ham, 4 yoshga kelib, ko'pchilik bolalar nutqi tushunarli bo'ladi. So'z boyligi tez o'sadi. Ko'pincha 1000-2000 so'zgacha yetadi. Farzandingiz quyidagilarni qila oladi. Tinimsiz savollar beradi, qisqa gaplar tuzadi, oddiy hikoyalar aytib beradi, ba'zi ranglarni biladi. Ularni til rivojini rag'batlantirish uchun ko'proq suhbatlashing. Birgalikda kitob o'qing va ularga hikoyalarni o'qib berish yoki o'z hikoyalarini aytib berish imkonini bering. 4 yoshli farzandingiz nimalarni tushuna oladi. Bu yoshdagi bolalar mavhum g'oyalarni tushuna boshlaydilar. Ular vaqt tushunchasini anglay boshlashlari, o'zlari haqida emas, balki boshqa odamlar haqida ko'proq xabardor bo'lishlari, oddiy uy-ro'zg'or qoidalariga amal qilishlari, garchi to'g'ri va noto'g'rini to'liq ajrata olmasalar ham, o'z fikrlari yoki istaklari voqelikka aylanishi mumkinligiga ishonishlari mumkin. Farzandingiz sog'lig'i va u o'ynaydigan o'yinlar. Endi yugurish, sakrash, tepish va uloqtirish ko'nikmalarini egallash osonlashadi. Bolalarni ham mushaklarini, ham tasavvurini rivojlantiradigan o'yinlarni rag'batlantiring. Qiziqarli mashg'ulotlarga quyidagilar kiradi. Quvlashmachoq, o'rdak g'oz yoki mushlashish o'yinlarini o'ynash, uy ichida suv va yostiqlardan to'siqli yo'laklar yasash, to'pni bir-biriga tepib yoki otib o'ynash, shifokor, o'qituvchi yoki do'kondor kabi kasblarni o'yinlarda tasvirlash. Muntazam jismoniy faollik nafaqat bolalarni jismoniy o'sishini qo'llab-quvvatlaydi, balki ularda o'ziga ishonchni ham shakllantiradi. Nimalarga e'tiborli bo'lish kerak? Agar 4 yoshli farzandingiz quyidagilarni ko'rsatsa, shifokoringizga xabar bering. Kam gapirsa yoki to'liq gaplardan foydalanmasa, atrofdagilar uni tushunishga qiynalsa, tirmashib chiqmasa, yugurmasa yoki sakramasa, o'yinga taqlid qilishga yoki boshqa bolalar bilan o'ynashga qiziqish ko'rsatmasa. Ota-onalarga maslahatlar. Farzandingizni ishlarini mustaqil qilishga harakatini maqtang, ammo xavfsiz chegaralarni o'rnating. Har kuni kitob o'qib bering, qo'shiqlar ayting va suhbatlashing. Tanlov imkoniyatini bering. Qizil ko'ylakni kiyasizmi yoki ko'kinimi? Ekran oldida o'tkazadigan vaqtni cheklang va faol o'yinlarni rag'batlantiring. Bolani tasavvurini qo'llab-quvvatlang.
Bu rasm chizish, biror narsa qurish yoki hikoya aytib berish orqali bo'lishi mumkin. 4 yoshli bolalar qiziquvchan, xayolparast va yorqin shaxsiyatga ega bo'lishadi. Kayfiyatni o'zgaruvchanligi va mustaqillik sizni sabringizni sinasa-da, bu yosh kulgi, ijodkorlik va kashfiyotlarga to'la davr hisoblanadi.